Assalomu alaykum qadrli kurs ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan finance.com sayti orqali tezkor fundamental tahlillarni amalga oshiramiz. Buning uchun biz yuqorida sanab o'tilgan 8 kriteriya bo'yicha saralab o'tamiz. Buning uchun avvalambor finance.com sayti orqali ro'yxatdan o'tishimiz zarur bo'ladi. Buning uchun brauzerga kirib olamiz va finance.com deb yozamiz. Yozganimizdan so'ng sayt xuddi shu ko'rinishda kelib chiqadi va siz bu yerdan o'ng taraf tepa burchakda joylashgan registr tugmasini bosish orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Buning uchun sizdan talab qilinadigan narsa email yoki gmailingizni kiritishingiz kerak bo'ladi va siz parol o'ylab topishingiz kerak bo'ladi va o'sha parolda qaytadan bu yerga kiritishingiz kerak bo'ladi va undan so'ng I agree tugmasini bosib, registr tugmasini bosasiz. Shartlarga roziman va registratsiya tugmasini bosgandan so'ng siz ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz va undan so'ng login tugmasini bosish orqali siz o'zingizni boyagi email va parolni kiritish orqali siz login qilib kirib ketishingiz mumkin. Bizda tayyor avvaldan ro'yxatdan o'tib qo'yganligimiz sababli biz shunchaki loginni bosib kirib ketamiz. Kirganimizdan so'ng xuddi shu oyna chiqadi. Endi biz o'zimizga kerakli bo'lgan aksiyani bemalol qidirib, u haqida ma'lumot yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida biz Tesla aksiyasini qidirib o'tamiz. Tesla aksiyasini qidiradigan bo'lsak, mana bizda chiqib keldi. Endi sal pastroqqa tushadigan bo'lsa, rolik aylantirib, bu yerda qisqacha fundamental analiz haqida tushuntirib o'tilgan. Demak, birinchi qoidamiz bozor kapitallashuvi 1 milliard dollardan yuqori bo'lishi kerak edi. Bu qoidamiz bo'yicha Tesla tushgan, ya'ni Tesla kompaniyasining bozor kapitallashuvi 791 milliard dollarni tashkil qiladi. 1 milliard dollardan anchagina yuqori, shu sababli bu kompaniya birinchi qoidamizdan o'tdi. Ikkinchi qoidamiz bu kompaniyaning joriy narxi 10 dollardan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni 10 dollardan nima uchun yuqori bo'lishi kerak? Chunki katta investorlar nisbatan risk kam olganligi tufayli ham nisbatan narx qimmatroq bo'lgan kompaniyalarga pul kiritishni afzal ko'rishadi. Shuning uchun Tesla aksiyasining narxi 248 dollar ekan va biz ikkinchi qoidaga plyus bo'ldi. Keyingi qoidamiz bizda sof foydaga chiqqan bo'lishi kerak edi kompaniya. Bu yerda Tesla aksiyasini ko'radigan bo'lsak, bizda 94 milliard dollarlik sotuv bor ekan, ya'ni sotuvdan keladigan jami daromadi shuncha ekan va o'shandan 13,5 milliard dollari sof foyda sifatida hisoblanar ekan. Ya'ni Tesla kompaniyasida bu ko'rsatkich juda yaxshi, ya'ni 13,5 milliard dollar bu juda ajoyib ko'rsatkich hisoblanadi. Keyingi ko'rsatkichimiz albatta halol faoliyat bilan shug'ullanishi. Tesla kompaniyasi hammamizga ma'lumki elektromobil ishlab chiqaradi va halollik tekshiruvchi ba'zi tashkilotlar bor. Misol uchun Aufi tashkilotlari bor, Muslim Exchange, Islamically, Zoya Finance kabi tashkilotlar. Bular kompaniyalarning halolligini tekshirib beruvchi asosiy tashkilotlar hisoblanadi va bular xalqaro sertifikatga ega tashkilotlar hisoblanadi. Keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bizda institutsional investorlar hajmi 40% dan yuqori bo'lishi kerak edi. Bu yerda institutional ownership sifatida keltirib o'tilgan. Bizda 45% ekan, bu juda yaxshi natija deb ayta olmayman, lekin kutilgandan yaxshi. Ya'ni Tesla kabi yirik kompaniyalarda institutsional investorlar hajmi taxminan o'rtacha 70-80% tashkil qiladi, lekin Teslada bu ko'rsatkich 45% tashkil qiladi. Mayli biz 40% dan yuqori bo'lsa olmoqchi edik. Demak, bu kriteriyamiz bo'yicha ham o'tdi. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa short hajmi 10% dan kichkina bo'lishi kerak. Bu yerda short hajmi 3,79% tashkil qilar ekan. Bu juda yaxshi natija deb ayta olamiz, chunki ba'zi kompaniyalarda 15-20% gacha chiqib ketib qolishi mumkin. Tesla aksiyasida esa 3,79% qismi shortchilarni qo'lida ekan. Bu unaqa yomon ko'rsatkich emas, nisbatan anchagina yaxshi ko'rsatkich sifatida ko'riladi. Keyingi asosimiz bu yerda moliyaviy tahlilchilarning narx targetlari hozirgi narxdan yuqorida bo'lishi kerak edi. Bu bo'yicha ko'rib o'tadigan bo'lsak, Tesla aksiyasi target price, ya'ni maqsadli narxi 202 dollar tashkil qilar ekan. Demak, hozirgi paytdagi Tesla aksiyasi taxminan 20-25% minusga tushib kelishi kerak degan ma'noni bildiradi. Bu sal odamni qo'rqitadigan tahlil hisoblanadi. Shu sababli ham Tesla aksiyasini ozgina kutib 200 dollarlardan savdo qilsak bo'ladi. Bu albatta shaxsiy fikr hisoblanadi. Bu moliyaviy maslahat emas, bu hammasi ta'lim maqsadlarida berilgan instrument hisoblanadi. Keyin ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, biz bu yerdan Maps bo'limiga o'tamiz. Maps bo'limida bu xarita degan o'zbekchasiga, ya'ni mana shu kun davomidagi qaysi kompaniyalar nechtasi plyusda, nechtasi minusdaligini hammasini ko'rib o'tishimiz mumkin. Misol tariqasida aytib o'taman. Juma kungi savdolar orqali Apple kompaniyasi 1,3% plyusda yopilgan, Amazon kompaniyasi esa 0,29% zararda yopilgan juma kungi savdolar bo'yicha. Tesla aksiyasi esa juma kungi savdolar bo'yicha 2,99% plyusda yopilganligini ko'rib turishimiz mumkin. Bu xarita bo'yicha qancha yashillar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, bozor o'sha kun davomida ko'proq yurganligini ifodalab beradi. Qancha qizillar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, bozor lolazor, ya'ni hamma kompaniyalar minusdaligini, zarardaligini bildiradi o'sha kun davomida.
Keyingi eng muhim ko'rishimiz kerak bo'lgan joyi bu screener qismi hisoblanadi. Maps bo'limini yonida screener qismi orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan kriteriyalarni kiritish orqali bozordan o'zimizga kerakli aksiyani topib olishimiz mumkin. Misol tariqasida hozirgi paytda bozorda Amerika fond birjasida 9,5 mingtadan oshiq kompaniya bor. Mana jami kompaniyalar ko'rsatib o'tilgan soni. Bu yerda biz bozor kapitallashuvi bo'yicha 1 milliard dollardan yuqori bo'lishi kerak edi. Shu bo'yicha belgilab qo'yamiz mana. Bizda bu yerda 1 milliard yo'q ekan, 2 milliard dollardan yuqori qilib belgiladik. Shunaqa holatda bizda 1939 ta kompaniya qoldi. Keyingi kategoriyamiz bu yerda narx 10 dollardan qimmat bo'lsin degani, shu bo'yicha belgilab qo'yamiz. Narxi 10 dollardan yuqori bo'lsin. Bu yerda 1821 dona aksiya qoldi. Ko'rib turganlaringizdek, shu ketma-ketlikda aksiyalarda sekin-sekin murakkab kategoriyalar bo'yicha saralab borib, kamroq aksiyalarni qoldirsak bo'ladi. Albatta bu o'zingizning shaxsiy strategiyangizga yoki Optimus tarafdan o'rgatilgan strategiya qoidalariga mos ravishda tanlab borishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda all bo'limini tanlash orqali ko'plab kriteriyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin va o'zingizga yoqqan kriteriyalarni tanlash orqali aksiyalar sonini kamaytirib borishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda o'zingiz saralab oxirida elakda qoladigan yaxshi kompaniyalarni saralab qolish imkoniyatingiz bo'ladi. Shu bilan e'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.